keldim bolajonim. Bu Farg'ona kanali ko'plab insonlarni qotiliga aylangan. Ona qizini bog'chadan olib kelyapti, tarbiya qilish maqsadida. Agar to'polon qiladigan bo'lsang, shu kanalga seni tashlab yuboraman deya silkigan holatida bola rostmona kanalga tushib ketadi. Orqasidan onasi bolani qutqarish maqsadida o'zini o'sha Farg'ona kanaliga tashlaydi. Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik ish stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya, uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка baza xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Oradan bir qancha kun o'tdi, hali hamon na ona, na bola jasadi ham o'zi ham topilgani yo'q. Aziz yurtdoshlar, malol kelmasa bu holatga siz ham ikki og'iz fikr yozing. Men o'zbeklar birdamligini, o'zbeklar bu darajada yaqinliklarini ko'rib shok bo'ldim. Chunki bu holat bo'lganidan keyin gruppa ochildi va gruppaga 14 mingga yaqin inson obuna bo'ldi. Ixtiyoriy tarzda bu ona bolani qidirishga chiqishdi. Davlat tomonidan kanal qo'ldan kelganicha ancha suvi kamaytirildi. Odam yursa bo'ladigan shaklga keltirildi. Davlat xodimlari kuni tun ikkala fuqarolarni qidirish bilan ovora. Aziz yurtdoshlar, siz ham ikki og'iz fikr yozing. Tezkor topilsin. Bu yerda mehnatini ayamayotganlar uchun bittadan like bosib qo'ying. Hech bo'lmasa sizning yaxshiligingiz, yordamingiz shu like bo'lsin. Videoni boshladik. Uydagilaringiz naqd pul olishi uchun siz ham naqd pul yuborishingiz shart emas. Shuni bilarmidingiz? Uydan chiqmagan holatda Yubormobil ilovasini yuklab oling va yaqinlaringizga AQSh dollaridan naqd pul o'tkazmalarini amalga oshiring. Sizning kartangizdan rubl yechib olinadi. Uydagilaringizga esa AQSh dollaridan naqd pul bo'lib boradi. Hoziroq Yubormobil ilovasini yuklab oling va qulayliklaridan bahramand bo'ling. Assalomu alaykum, sizlar bilan men bloger Muhammadjon Madiyev. Siz Max Madiyev kanaldasiz. Kanalda mehmonlar, malol kelmasa obuna bo'lib qo'ying. Farg'ona kanali haqida ko'plab videolar chiqarganmiz. Haqiqatan bu kanal ko'plab insonlarning ajalidir. Ko'plab insonlarning umriga nuqta qo'ygan kanallardan biri hisoblanadi. Bizga yetib kelgan ma'lumotga ko'ra aytib o'tganimdek, ona hazil huzul qilaman deya bolasi qo'lidan ketib qoladi. Ko'prikdan o'tayotgan paytda bola suvga tushib ketadi. Ona qutqarish maqsadida o'zini tashlaydi. Ammo oradan bir qancha kun o'tdi. Qishloqlardagi, qo'shni qishloqlardagi fuqarolar chiqib, kunu tun har bitta ko'priklarning ustiga chiqib qidirishmoqda. Aziz yurtdoshlar, videolar to'plamini sizlarga taqdim qilaman. O'zingiz ikki og'iz fikr yozasiz degan umiddaman. Marhamat, tomosha qiling. Buloq ko'prikda ham ko'rishyapti kameradan. Shubhali joylarda. Ehtiyot bo'ling, ehtiyot bo'ling. Mana yigitlar keldi, mana boshlashdi, qilishdi. Молодец.
Kıdırı işleyin, kıdırı işleyin çıkıp var. Çukur ehtiyat öğreçlerde. Bu yo'dan bu ona kelyapti. Mana deysi yigitlarga, qishloq yigitlarga mana deysi, ona kelyapti bu yo'dan. Orqadan mana bo'linib tushyapti yigitlar, mana deysi. Rahmat ota-onasiga rahmat. Yurmasa yuraveraylik. Mana ishlar ham chuqur ekan, u bola ketdi o'sha. O'zi pakaradi u bola. Mana unisini qarang, muqoldi. O'rtadan yer rahmet chiqdidan o'rta qum to'plangan deb bo'lgan. Mana o'zi turibdi, o'sha yerda o'zi haliga bor. Bolg'oli shirin suv katta ko'pirida. Ana yigitlar izlashyapti uni. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, tuzingizlar malay. Rahmat malaydan Alloh rozi bo'lsin. Qidiruv ishlari olib borilmoqda. Rahmat hammaga kattakon. Bolg'oli ko'prikdan boshlaymiz hozir tushishdi. Aşağı ötküzü var. Sovqotganlar almashamiz. Yaktamjon. Nega ham qo'yib qo'yib yo'lni boshlaymiz. Ushalarmikan? Akalar yaxshi sizlar. Charchashlar yo'qmi? Assalomu alaykum. Akalar yaxshimisizlar? Bu Beshkapaning ko'prigida bir tog'or ovosh bor-da. O'shanga Beshkapaning katta ko'prigida agar abid qilmaganlar bo'lsa, olib borib beraylik, qirqqa kerak bo'lsa osh.
Yetinglar, bu tog'lar ham shu yerda mana. Kanal bo'yida turibmiz. Anig'ini yetinglar. Qayerga kerak bo'lsa olib borib beramiz hozir. Temir yo'l prezidenti oldi burilish tarasa mana. Bolalar shahlatiylarni ko'rishyapti. Yaxshilab. Olib kel bo'lmasa mana qa. Bolalar chuqur ekan. Yermetdan ketamiz bolalar. Mana bola tortishib oladi. Tortib o'tishga shunaqa. Ana bolalar prezidentga oldi. Ahli guruhga eng chuqur joyga kelishyapti mana. Ha shekillar chuqur ekan, sheringlar. Ha shekillar rosa chuqurda, u tomonga ko'proq yurasizlar. Yashanglar, kuch-quvvat bersin. Tojikiston setkasidan chiqadi. O'tkazadi. Nima o'tkazadi? Ag'larda yo'q chiqmadimi? O'tib ketadimi aka? O'tadi? Chetdan ekanda shova. Pastlik vasimga ish qilib. Ha, mana u aka. Mana o tagi nima? Qayerdan kelgan bu suv? Qayerda suv bu? Kanal bu ya. Oqim kuchli ekan, nima lekin? Ha? Haragisidan o'tkalang bo'ladi deyapti-yu. Boshni odam yo'loqda. Ya qarang. To'g'ri muzikalar bor ekan, ko'tarib olib o'tib qolamiz. Assalomu alaykum. Mana Bolg'or ko'prida turdik. Egalar kelishdi. Suv chayib yurishar ekan. Alloh rozi bo'lsin. Suvga tushganlar chiqishda bitga qurinishyapti.